Assalomu alaykum. Men Qo'qon universiteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi Xolmirzayeva Mardona bo'laman. Bugun men sizlarga dars qiziqarli va metodlarga boy bo'lib o'tishni xohlagan o'qituvchilar uchun bir metod o'rgatmoqchiman. Bu metodimizning nomi minionlar va bananlar deb nomlanadi. Bunda biz boshlang'ich sinf o'quvchilaridan tashqari 6-7 sinf o'quvchilari ham foydalansa bo'ladi. Bu o'yinimizda bosh kelishiklarni mustahkamlash va takrorlash bo'yicha o'tiladi. O'yinimizning sharti shunday davom etadi. Doskalarimizga bosh kelishik, qaratqich kelishiga, tushum kelishiga, o'rin payt kelishiga, jo'nalish kelishiga, chiqish kelishiga, kelishiklar nomi yozilib doskaga osilgan bo'ladi. Bu yerimizda esa bananlarda kelishiklarga xos so'zlar keltirilgan bo'ladi. Kelishiklarga xos so'zlarni o'quvchilar topib joylashtirishlari kerak. Misol tariqasida bog' so'zi bosh kelishigimizga misol bo'la oladi. O'yinimiz shu tariqa davom etadi. O'yinimiz sizlarga yoqadi degan umiddaman. Like va kommentariyalarni, fikr-mulohazalaringizni like va kommentariyalarda kutaman. E'tiboringiz uchun rahmat.